Mebel yasash bu san'at. Rus tilini bilish esa bu san'atni daromadga aylantirishdir. Мебельный цех. Mebel sexi. Я работаю в мебельном цеху уже 2 года. Men mebel sexida 2 yildan beri ishlayman. Чертеж. Chizma. Сначала мне нужно внимательно изучить чертеж. Avval chizmani diqqat bilan o'rganishim kerak. Сборка мебели. Mebel yigish. Сегодня мы начинаем сборку кухонного гарнитура. Bugun biz oshxona mebelini yechishni boshlaymiz. Материал дерево. Material yog'och. Этот шкаф сделан из качественного дерева. Bu шкаф sifatli yog'ochdan yasalgan. Инструменты. Asboblar. Подай мне, пожалуйста, шуруповерт и саморезы. Iltimos, menga shurupovert va samorezlarni uzatib yubor. Брак. Nuqson brak. Внимательно проверяйте детали, чтобы не было брака. Nuqson yoki brak bo'lmasligi uchun detallarni diqqat bilan tekshiring.